Kokoshdan barcha foydalandi. Ular PR uchun qilishdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqindagina 3-mart kuni operatsiya bo'lgan Komila, ya'ni kokosh taxallusi bilan ijod qiluvchi bloger operatsiya bo'ldi. Ya'ni u ortiqcha yog'larni kestirib, qorin sohasidan operatsiya bo'lgan edi. Mana bir oydan buyon bu operatsiyadan so'ng nekroz bo'lgan, ya'ni gangrenaning bir turi qorin teri chirishi bilan kasallandi. Shundan buyon mojarolar ko'payib ketdi, ya'ni klinika bilan bog'liq. Klinika vrachlari aslida xirurg emas, balki detskiy va zubnoy vrachlar ekanligi. Ular davolayotgan bir necha bemorlar ham bu borada jabr ko'rganligi. Kokoshning reklamasidan so'ng bir necha bemorlar shu klinikaga kelib operatsiya bo'lgani va davolanmay boshqa klinikaga ketgani aytilgan edi. Bu borada Bosxo'ja, Jasmina Trans, Nihola, Barchin G'ofurovalar katta janjallar uyushtirildi. Shu janjallar o'rtasida Star House bilan bog'liq katta mojarolar ham ochildi. Ahad Qayum kabi rejissyor va aktyorlar ham bu munosabatlardan chetda qolmadi. Kechagina intervyu bergan Barchin G'ofurova barchasini xalqqa aytib berdi. Biz borganimizda Kokoshning ahvoli juda ham og'ir edi. Men unga nekroz bo'lganini aytdim va o'z vrachlarimga jo'natdim. Lekin o'sha klinika xodimlari bizga Kokoshning istoriya varaqalarini bizga berishmadi. Shu sababdan katta janjallar bo'ldi. Bu o'rtada Nihola klinika rahbariga siz kasal qildingizmi va endi siz davolaysiz deya goloslar jo'natganini, klinika doktorlari va Abbosxo'ja birgalikda Niholaning gaplarini faqatgina pul talab qilinyapti, Kokoshga faqat pul kerak ekan, pul uchun qilingan edi deya ommaga ma'lum qilishdi. Bu tuhmatlar ostidan kechagina Abbosxo'ja klinika doktorlari va Nihola birga ko'rishib, aslida nima bo'lganini kelishib olishdi. Niholaning bu gaplaridan maqsadki, Kokoshni Turkiyaga davolatgani jo'natish uchun sizlarning qilgan operatsiyangiz uchun sizlar javob berasiz va pullarni siz to'laysiz degan joylarni kesib olishgan edi. Bundan tashqari, Jasmina Trans va Ahad Qayum o'rtasidagi katta janjal ham uzoq davom etdi. Shunga qaramasdan yaqindagina Jasmina Trans bu borada javob berdi. Barchin G'ofurova shunday deydi: barchasini men tepasida turdim, men o'z doktorlarimga jo'natdim, nekroz ekanligini men aytdim deya yolg'on gapirdi. Men Barchin G'ofurovani yaxshi ayol deb bilardim. Aslida hech qaysi Nihola kabi jon kuydirmadi. Bu yerda esa Star House'ni men yomon deganim uchun 3 kundan beri menga shantaj qilishyapti. Nihola uchun men jim bo'ldim. Boshqalarning sirlarini ochmaslikka harakat qilyapman. Lekin boshqa tomonda barchasi men qildim, men yonida edim deya o'zlarini oqlash bilan ovora. Nihola Kokosh uchun juda ham jon kuydirdi. Niholaning oilasi buzilib ketmasligi uchun men ham jim bo'ldim. Boshqalarning sirlarini ochmaslikka so'z berdim, deydi Jasmina Trans. Kechagina Abbosxo'ja, Nihola va klinika shifokorlari birgalikda kelishib olishib, aslida nimalar bo'lgani va qayerda xato qilishgani haqida kelishganligini ommaviy axborotga e'lon qilishdi. Hozirgi kunda faqatgina Munisa Rizayeva Kokoshni boshqa klinikaga ko'chirgani, o'zi kelib doimo tepasida turganligini Jasmina barchaga aytib o'tdi. Hech qaysingiz uning tepasida turmadingiz. Faqatgina Munisa Rizayevaga o'z tashakkurlarimni bildiraman. Faqatgina shu ayol barchaga yordam berdi va men qildim deya hech kimga aytmadi. Aslida inson shunday bo'lish kerak edi, deydi. Munisa Rizayevadan Alloh rozi bo'lsin deymiz. Barcha bemorlarga shifo tilagan holda video ostida bir dona like tugmasini bosib, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.